Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa yoki yaqinda kvartira sotib olgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bugun men sizga ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin keyin juda katta muammo, jarima, sud, hatto uydan ayrilish xavfigacha olib borishi mumkin bo'lgan masalalarni tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir uy egasiga tegishli. Yangi qurilgan uydan kvartira olganlarga ham, eski uyda yashayotganlarga ham, ijaraga berayotganlarga ham, meros orqali uy olganlarga ham. Men sizdan hoziroq kanalga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki bunday mavzularni vaqtida bilgan odam pulini, asabini va mulkini himoya qiladi. Men bugun oddiy tilda yurist yoki kadastr xodimi gapiradigan murakkab iboralarsiz uy egasi sifatida nimani tekshirishingiz, nimadan ehtiyot bo'lishingiz va qanday hujjatlarni tartibga keltirishingiz kerakligini batafsil tushuntiraman. Oldin odamlar kvartira olganda ko'pincha bitta narsaga qarardi. Kalit qo'limda bo'lsa, demak uy meniki. Oldi sotdi shartnomasi bo'lsa, kommunal to'lovlar nomimga o'tsa, yashab yursam muammo yo'q deb o'ylashardi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat reyestrlari, kadastr ma'lumotlari, soliq bazalari, kommunal xizmatlar va propiska bilan bog'liq tizimlar bir-biriga ko'proq ulanmoqda. Ya'ni hujjatdagi kichik xato ham ertaga ko'rinib qoladi. Masalan, kvartira sizniki deb o'ylaysiz. Lekin kadastrda maydon boshqa ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Siz 7,2 kvadrat metr deb sotib olgansiz, hujjatda 6 kvadrat metr turibdi. Yoki aksincha, hujjatda 6, amalda esa balkon qo'shilib, oshxona kengaytirilib 70 kvadrat metr bo'lib ketgan. Bugun bu arzimasdek ko'rinadi. Lekin ertaga sotmoqchi bo'lsangiz, ipoteka qilmoqchi bo'lsangiz, meros rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz yoki tekshiruv bo'lsa, aynan shu tafovut katta muammoga aylanadi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, ko'p odamlar uyini ijaraga bermoqda. Avvallari og'zaki kelishuv qilib, pulni naqd olib yurish keng tarqalgan edi. Hozir esa ijarani rasmiylashtirish, soliq masalasi, ijarachining ro'yxatdan o'tishi, qo'shnilar shikoyati, kommunal qarzlar kabi masalalar juda muhim bo'lib qoldi. Uy egasi men faqat kvartiramni berdim, qolganiga aralashmayman deb o'ylasa xato qiladi. Chunki muammo chiqqanda birinchi navbatda uy egasining eshigi taqillatiladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa tinchroq bo'lishi mumkin birinchi navbatda. Men har bir kvartira egasiga kadastr hujjatini tekshirishni maslahat beraman. Sizda oldi-sotdi shartnomasi bo'lishi mumkin, notariusdan o'tgan hujjat bo'lishi mumkin, lekin kadastrdagi ma'lumotlar aniq va to'g'ri bo'lishi shart. Kvartiraning manzili, egasining ismi, familiyasi, umumiy maydoni, yashash maydoni, qavat raqami, bino raqami va ulushlar to'g'ri ko'rsatilganmi? Bularning hammasi tekshiriladi. Hayotiy misol keltiraman. Bir kishi 2012 yilda 2 xonali kvartira sotib olgan. U kvartirani $10,000 olgan. Oila bilan yashagan, hech qanday muammo bo'lmagan. 2024 yilda uni sotmoqchi bo'lganida xaridor ipoteka orqali olmoqchi bo'ladi. Bank hujjatlarini tekshiradi va kadastrda kvartira 65 kvadrat metr, amalda esa 12 kvadrat metr ekanini ko'radi. Sababi avvalgi egasi balkonning bir qismini xonaga qo'shib yuborgan, lekin rasmiylashtirmagan. Bank bunday mulkka ipoteka ajratishni xohlamaydi. Xaridor ketadi. Sotuvchi esa endi kadastrni to'g'rilash, loyiha, ruxsat, texnik xulosa, jarima yoki qayta tiklash masalalari bilan ovora bo'ladi. U odam men buni qilmaganman, avvalgi egasi qilgan desa ham, hujjat hozirgi egasining nomida turgani uchun muammoni aynan u hal qiladi. Ikkinchi muhim masala, kvartirada kimlar ro'yxatda turganini tekshiring. Ba'zan odam kvartirani sotib oladi. Lekin eski egasining qarindoshi, voyaga yetmagan farzandi yoki uzoqda yurgan odam ro'yxatdan chiqmagan bo'ladi. Bu juda nozik masala. Agar siz uyda yashayotgan bo'lsangiz ham, kadastr nomingizda bo'lsa ham, ro'yxatda boshqa odamlar qolib ketgan bo'lsa, kelajakda ular bilan bog'liq muammolar chiqishi mumkin. Masalan, bir ayol kvartira sotib olgan. Notariusdan o'tgan, pul to'langan, kalit olingan. Oradan 2 yil o'tib, eski egasining akasi kelib, men shu uyda ro'yxatda turaman, menga xabar berilmagan deb da'vo qiladi. Albatta, bu holatda hammasi hujjatlarga, shartnomaga, ro'zliklarga bog'liq. Lekin uy egasi sudga borishning o'zi katta stress. Ishdan qoladi, advokatga pul beradi, asari buziladi. Shuning uchun men har doim aytaman, kvartira olayotganda faqat devor va remontni ko'rmang. Ro'yxatdagi odamlarni ham tekshiring. Uchinchi masala, kommunal qarzlar.
Ko'pchilik qarz egasiga emas, hisob raqamiga bog'liq degan gaplarni eshitgan. Amalda esa yangi uy egasi ko'pincha eski qarzlar bilan ovora bo'lib qoladi. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarzlar bor yo'qligini oldindan tekshirmasangiz, keyin xizmatni ulashda, hisobni o'tkazishda yoki ma'lumotnoma olishda muammo chiqadi. Tasavvur qiling, siz yaqin $1000 kvartira oldingiz. Remontga yana $17,000 sarfladingiz. Ko'chib kirganingizdan keyin issiqlik tarmog'ida 4 million so'm, boshqaruv kompaniyasida 2 million so'm, elektrda 1 million so'm qarz borligi ma'lum bo'ldi. Sotuvchi telefonini ko'tarmaydi. Siz sudlashishingiz mumkin, lekin ko'p odam mayli, asabimni buzmay deb o'zi to'lab yuboradi. Mana shu holatning oldini olish uchun oldi-sotdi oldidan barcha kommunal xizmatlardan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Birinchidan, hujjatsiz yoki chala hujjat bilan kvartira olganlar. Masalan, faqat tilxat bilan pul berganlar, uy bitgach rasmiylashtiramiz degan va'da bilan yashayotganlar, quruvchi kompaniyadan shartnoma olgan, lekin mulk huquqi hali rasmiy ro'yxatdan o'tmaganlar. Ikkinchidan, uyda o'zboshimchalik bilan o'zgartirish qilganlar. Devor buzgan, balkon qo'shgan, oshxona boshqa joyga ko'chirgan, umumiy yo'lakdan joy qo'shib olganlar. Uchinchidan, kvartirasini ijaraga berayotganlar. To'rtinchidan, meros bo'yicha uy olgan, lekin meros hujjatini oxirigacha rasmiylashtirmaganlar. Kim nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizning kadastr hujjatingiz toza bo'lsa, mulk huquqi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kvartirada ro'yxatda turgan odamlar aniq bo'lsa, kommunal qarzlar yo'q bo'lsa, uyda noqonuniy qayta qurish qilinmagan bo'lsa va ijaraga bersangiz, shartnoma orqali bersangiz, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat yangi qurilgan uydan kvartira olayotganlar. Ko'p odam reklamadagi chiroyli rasmga, ofisdagi shirin gapga, aksiya faqat bugungacha degan bosimga uchadi. Lekin quruvchi kompaniyaning hujjatlari, yerga bo'lgan huquqi, qurilish ruxsatlari, obyektning topshirilmagani, kvartira bo'yicha 2 marta sotish xavfi bor yo'qligi tekshirilmaydi. Masalan, odam 3% boshlang'ich to'lov qiladi, qolgani bo'lib to'lashga kelishadi. Shartnomada kvartira raqami bor, lekin mulk huquqi hali yo'q. Qurilish cho'ziladi. Kompaniya moliyaviy qiyinchilikka tushadi yoki uy topshiriladi, lekin kadastr hujjatlari kechikadi. Odam 3 yil davomida uy meniki deb yashaydi, lekin sota olmaydi, garovga qo'ya olmaydi. Ba'zi hollarda ro'yxatdan o'tishda ham muammo bo'ladi. Shuning uchun yangi uydan olishdan oldin faqat narxni emas, hujjatning kuchini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat er-xotin mulki. Agar kvartira nikoh davomida sotib olingan bo'lsa, hujjatda faqat erning yoki faqat xotinning ismi turgani bilan. Ko'p holatda u umumiy mulk hisoblanishi mumkin. Keyin sotishda turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinadi. Ajrim bo'lsa, ulush talabi chiqishi mumkin. Ba'zan odam uy mening nomimda, demak faqat meniki deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayniqsa kvartira nikoh davrida umumiy daromad hisobidan olingan bo'lsa, bu masala juda muhim. Hayotiy misol, erkak kishi nikoh paytida kvartira sotib olgan, hujjat o'z nomida. Oradan yillar o'tib, kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topiladi, kelishiladi. Notarius jarayonida turmush o'rtog'ining roziligi kerak bo'lib qoladi. Agar oila ichida kelishmovchilik bo'lsa, bitim to'xtaydi. Yoki rozilik olinmasdan qandaydir yo'l bilan sotilgan bo'lsa, keyin sudda bitimni bekor qilishga urinishlar bo'lishi mumkin. Shu sababli oilaviy mulk masalasini oldindan hal qilish kerak. Uchinchi nozik jihat meros. Ota-onadan qolgan kvartirada yashab yurish boshqa, uni huquqiy jihatdan rasmiylashtirish boshqa. Ko'p odam bu uy otamdan qolgan, hamma biladi deydi. Lekin qonun hamma biladi degan gap bilan ishlamaydi. Meros ochilgandan keyin belgilangan tartibda notariusga murojaat qilish, merosxo'rlar doirasini aniqlash, guvohnoma olish va kadastrda nomni o'tkazish kerak. Agar buni vaqtida qilmasangiz, keyin boshqa merosxo'r chiqib kelishi mumkin. Masalan, aka-uka kelishib, sen shu uyda yashayver deyishgan. Hech kim hujjat qilmagan. Oradan 10 yil o'tib aka vafot etadi. Uning farzandlari otamizning ulushi bor edi deb talab qo'yadi. Endi masala oila ichida gap bilan emas, hujjat bilan hal qilinadi. Shuning uchun meros uyini cho'zmasdan rasmiylashtirish kerak. 4-nozik jihat ijarachilar. Men uy egalariga doim aytaman. Ijarachi yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin shartnoma baribir kerak.
Shartnomada kim yashashi, qancha muddat, qancha to'lov, kommunal xarajatlarni kim to'lashi, uy jihozlari holati, depozit, muddatidan oldin chiqish tartibi, zarar yetkazilsa kim javob berishi yozilishi kerak. Agar siz buni yozmasangiz, keyin men unday demaganman. Sizga bunday degansiz degan tortishuv boshlanadi. Masalan, kvartirada yangi konditsioner, kir yuvish mashinasi, televizor bor. Ijarachi chiqib ketganda davorlar chizilgan, mebel singan. 3 oylik kommunal qarz qolgan. Agar sizda topshirish qabul qilish dalolatnomasi, jihozlar ro'yxati, fotosuratlar va shartnoma bo'lmasa zarar miqdorini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun ijaraga berishda ishonch yaxshi. Lekin hujjat undan ham yaxshi. 5-nozik jihat, o'zboshimchalik bilan qayta qurish. Ko'pchilik oshxonani zalga qo'shadi, balkon devorini olib tashlaydi, hammomni kengaytiradi, ichki devorlarni buzadi. Ba'zan bu texnik jihatdan xavfli bo'ladi. Masalan, yuk ko'taruvchi devorga tegilsa, faqat sizning kvartirangiz, balki butun bino xavf ostida qoladi. Bundan tashqari, bunday o'zgarish hujjatda aks etmasa, sotish, hadya qilish, ipoteka va sug'urta masalalarida muammo tug'iladi. Alohida e'tibor bering. Qo'shnim ham shunaqa qilgan degan gap sizni himoya qilmaydi. Har bir kvartiraning konstruksiyasi, qavati, devor turi, loyiha holati alohida baholanadi. Bir joyda mumkin bo'lgan narsa boshqa joyda qat'iyan mumkin bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun avval mutaxassis xulosasi, keyin ruxsat, keyin ish, keyin hujjatni yangilash tartibi bo'lishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, kadastr hujjatingizni toping va tekshiring. Agar qo'lingizda eski hujjat bo'lsa, elektron ma'lumotlar bilan solishtiring. Kvartira manzili, maydoni egasi, ulushlar va cheklovlar bor yo'qligini ko'ring. Cheklov deganda garov, taqiq, xatlov, sud nizosi yoki boshqa og'irliklar nazarda tutiladi. Agar tushunmasangiz, Davlat xizmatlari markaziga, kadastr idorasiga yoki malakali yuristga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, kvartirada ro'yxatda turgan shaxslarni aniqlang. Agar siz yaqinda sotib olgan bo'lsangiz, ayniqsa bu muhim. Uyda kim ro'yxatda, kim vaqtincha ro'yxatda? Voyaga yetmaganlar bormi? Eski egadan qolgan odamlar bormi? Bularni aniqlang. Agar begona shaxs ro'yxatda turgan bo'lsa, uni qonuniy tartibda chiqarish masalasini hal qiling. Bu ishni baqiriq-chaqiriq bilan emas, hujjat bilan qiling. Uchinchi qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, issiqlik, chiqindi, internet, domofon, lift, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlarini alohida ko'rib chiqing. Agar kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, shartnoma imzolashdan oldin sotuvchidan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma yoki kamida tasdiqlovchi to'lovlarni so'rang. Notariusga borishdan oldin bularni hal qiling, keyin emas. 4-qadam. Agar qayta qurish qilingan bo'lsa, uni yashirmang. Balki hech kim bilmas deb o'ylamang. Ertami kechmi, sotishda yoki tekshiruvda bilinadi. Avval mutaxassisga ko'rsating. Qaysi devor buzilgan, qaysi joy kengaytirilgan, sanitariya o'zallari ko'chirilganmi, balkon qo'shilganmi? Bularni tahlil qiling. Agar rasmiylashtirish mumkin bo'lsa, tegishli tartibda rasmiylashtiring. Agar mumkin bo'lmasa, xavfsizlik va qonuniylik nuqtai nazaridan avvalgi holatga qaytarish haqida o'ylang. 5-qadam, ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada pasport ma'lumotlari, yashaydigan odamlar soni, ijara narxi, to'lov kuni, kommunal xarajatlar, depozit, mulk holati, uy hayvonlari, chekish, qo'shnilarga xalaqit bermaslik, muddatidan oldin chiqish va zarar uchun javobgarlik yozilsin. Kvartirani topshirayotganda video yoki fotosurat qilib qo'ying. Jihozlar ro'yxatini tuzing. Muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, konditsioner, mebel, kalitlar soni. Bu sizni keyingi tortishuvlardan himoya qiladi. 6-qadam, meros uyini rasmiylashtiring. Agar ota-onangizdan, turmush o'rtog'ingizdan yoki qarindoshingizdan uy qolgan bo'lsa, keyin qilamiz demang. Notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kim? Muddatlar o'tganmi? Qo'shimcha hujjatlar kerakmi? Shularni aniqlang. Kerakli hujjatlar odatda vafot etganlik haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjatlari, pasport ma'lumotlari va boshqa notarius talab qiladi degan ma'lumotlardan iborat bo'ladi. 7-qadam. Agar kvartira sotib olayotgan bo'lsangiz, pulni berish tartibiga juda ehtiyot bo'ling. Katta pulni oddiy tilxat bilan berish xavfli. Notarial shartnoma, bank orqali to'lov, akkreditiv yoki xavfsiz hisob-kitob usullarini ko'rib chiqing. Sotuvchining haqiqiy egami
turmush o'rtog'i roziligi kerakmi? Ulushdorlari bormi? Kvartirada taqiq yoki garov yo'qmi? Bularni tekshiring. Bozor narxidan juda past bo'lsa, xursand bo'lishdan oldin sababini so'rang. Juda arzon kvartira ortida sud nizosi, ro'yxatdagi odamlar, qarz, noqonuniy qurilish yoki shoshilinch muammo bo'lishi mumkin. 8-qadam barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Faqat qog'ozda emas, elektron ko'rinishda ham, telefoningizda emas. Alohida bulutli xotira yoki fleshkada saqlang. Oldi sotdi shartnomasi, kadastr hujjati, kommunal to'lovlar, ta'mirlash bilan bog'liq ruxsatlar, ijara shartnomalari, dalolatnomalar, fotosuratlar hammasi tartibli turishi kerak. Hujjat tartibli bo'lsa, muammo chiqqanda sizda dalil bo'ladi. 9-qadam qo'shnilar va boshqaruv kompaniyasi bilan munosabatni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'p nizolar aynan shundan boshlanadi. Suv sizib o'tadi, shovqin bo'ladi. Ijarachilar tartibni buzadi. Umumiy yo'lakka buyum qo'yiladi. Tom yoki yerto'la masalasi chiqadi. Agar siz uy egasi bo'lsangiz, men o'z kvartiram ichidaman, xohlaganimni qilaman degan yondashuv to'g'ri emas. Ko'p qavatli uyda sizning harakatingiz boshqalarga ta'sir qiladi. Shuning uchun umumiy mulk, qo'shnilar huquqi va xavfsizlik qoidalariga hurmat bilan qarash kerak. 10-qadam muammo chiqqanda kechiktirmang. Agar sizga kadastrdan, suddan, soliqdan, kommunal xizmatdan yoki boshqaruv kompaniyasidan xat kelsa, uni chetga tashlab qo'ymang. O'zi hal bo'lib ketar degan narsa mulk masalasida ishlamaydi. Javob berish muddati o'tib ketsa, keyin imkoniyatlar kamayadi. Xatni o'qing, mazmunini tushuning, kerak bo'lsa yuristga ko'rsating, yozma javob tayyorlang va tasdiq bilan topshiring. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Uy egasi bo'lish faqat mulkka ega bo'lish emas, mas'uliyat hamdir. Kvartira ko'p odam uchun hayotidagi eng katta aktiv. Kimdir bunga 10 yil mehnat qilib pul yig'gan, kimdir kredit olgan, kimdir chet elda ishlagan, kimdir ota-onasidan meros olgan. Shunday katta boylikni hujjat keyin bo'ladi. Qarz keyin to'lanadi, ro'yxat keyin tekshiriladi degan beparvolik bilan xavf ostiga qo'yish mumkin emas. Agar siz hozir o'tirib, menda ham shunaqa holat bor shekilli deb o'ylayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Muhimi, bugundan boshlab tekshirishni boshlang. 1-kun kadastrni ko'ring, 2-kun kommunal qarzlarni tekshiring. 3-kun ro'yxatdagi shaxslarni aniqlang. 4-kun ijara yoki meros hujjatlarini tartibga soling. Har bir qadam sizni xavfdan uzoqlashtiradi. Bugun men sizga o'z kvartirasiga ega bo'lgan har bir odam bilishi kerak bo'lgan eng muhim masalalarni tushuntirdim. Kadastr hujjati, ro'yxatda turgan shaxslar, kommunal qarzlar, qayta qurish, ijara, meros, xotin mulki va yangi qurilishdagi xavflar. Bularning har biri oddiy ko'rinadi, lekin vaqtida tekshirilmasa, katta muammoga aylanishi mumkin. Mening asosiy maslahatlarim shunday. Hujjatni tekshiring, qarzni aniqlang. Ro'yxatni ko'ring, noqonuniy o'zgarishlarni rasmiylashtiring, ijarani shartnoma bilan qiling va merosni cho'zmang. Shunda siz o'z uyingizni nafaqat yashash joyi, balki himoyalangan mulk sifatida saqlaysiz. Agar sizda shunga o'xshash vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Kvartira sotib olayotganda yoki ijaraga berayotganda qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun ko'rgan odam ertaga katta muammodan qutulib qolishi mumkin.